6 bob. Hazreti İsa u yerdan ayrılıp öz yurtiga qaytdi. Shogirdlarimi uning bilan birga edi. Dam elish kuni Hazreti İsa ibodatxonada ta'lim berishga boshladi. Uning so'zlarini anglagan jamoat hayron bo'lishib, bu odam bularni netin o'rgangandu. Uningga buncha valo aql farosatni kim bergandu? Bu mo'jizlarni qanday yaratadigandu? U faqat oddiy bir yog'och-ku. Maryam uning onasi, Yaqub, Yose, Yahuda va Simon uning qarindoshlari emasmi? Singillari bu yerda o'z ichimizda-ku, deyishatdi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazreti İsa ularga payg'ambar o'z yurti, o'z urf-tuqqanlari orasida va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi, dedi. Shunga Hazreti İsa u yerda bir qancha bemorni ularning uchisiga qo'llarini tekkizib saqaytgandan boshqa hech qanday mo'jiza ko'rsatishni to'g'ri topmadi. U bu kishilarning e'tiqodsizligidan hayron qoldi. Keyin Hazreti İsa atrofdagi yezi kentlarni aylanib ta'lim beryotdi. U 12 shogirdini yeniga chaqirib, ularga jinlarni haydash huquqini berdi va xalq orasiga 2-2dan avatdi. Ham ularga safarda yeniga hosidan boshqa narsa ilib olmaslik, ne non, ne xo'jun ko'tarmaslik, pulmu silib olmaslikni aytdi. Putiga oyoq kiyishga ijozat berdi. Biroq biror ortiq ko'ylak ilib olmaslikni buyurdi. U yana bir yurtqa bog'ininglarda qaysi oilada qarshi elinsanglar, u yerdan ketguncha shu oiladala turinglar. Agar biror yerdagi kishilar sizlarni qarshi olmasa va so'zinglarni anglamasa, u yerdan ayrilganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qeqib etinglar, dedi. Shunda qilib, shogirdlar yo'lga chiqib, kishilarni gunohlariga tavba qilishga undidi. Ular nurg'un jinlarni haydadi. Nurg'un bemorlarga zaytun yig'ini surkab saqaytdi. Herodxon Hazreti İsa haqidagi hamma ishlardan xabar topdi. Chunki Hazreti İsa'ning donqi hamma yerga pur ketgan edi. Ba'zilar bu odam o'limdan tirilgan cho'mildirgichi Yahyo bo'lsa kerak. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu deyishatdi. Ba'zilar u İlyas payg'ambar desa, ya'ni ba'zilar burunqi payg'ambarlardek bir payg'ambar bo'lsa kerak deyishatdi. Bularni anglagan Herodxon, "Men qalsini oldigan Yahyo tirilibdi", dedi. Herodning bundoq deyishining sababi u o'gay oksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talibi bilan Yahyoni tutqun qilib zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Herodga "Akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir" deb kelgan edi. Herodiya shu vajdan Yahyo payg'ambarga o'chmanlik saqlab, uni o'ltirmoqchi bo'lsa-mu, lekin amalga oshira olmagan edi. Chunki Yahyo payg'ambarning durust va Xudoga atalgan bir odam ekanligini bildigan Herodxon uningdan qo'rqatdi va uni muhofazat qiladi. Herod Yahyo payg'ambarning so'zlarini anglagan chog'larda nima qilishni bilolmay qoladi. Biroq uning so'zlarini yanada qiziqib anglatdi. Herodiya kutgan fursat oxir yetib keldi. Herod o'zining tug'ilgan kunini xotirlash uchun katta ziyofat o'tkazib, qo'l ostidagi amaldorlar, komandanlar va Jaliya o'lkasidagi yurt kattalarini kutib oldi. Herodiyaning burunqi erdan bo'lgan qizi kirib, usul o'ynab berdi. Bu Herod bilan mehmonlarga bakmo yiqib ketdi. Herodxon qizga "Mendan nima talab qilsangiz, shuni beraman", dedi. Oqidila u qasam qilib yana "Mendan nima talab qilsangiz, hatto xonlig'imning yerimini desingizmi, marhamat", dedi. Qiz tashqariga chiqib onasidan "Nima talab qilay?" deb so'radi. "Cho'mildirguchi Yahyoning qolisini talab qil",
dedi onisi. Kız şu an Hirotxonning oldiga yugurib kirib, cho'mildirgichi Yahyoning qallisini darhol bir taxshi qo'yib, keltirishingizni talab qilaman, dedi. Hirotxon buningga nihoyatda o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasimi tufaylidan qizning talabini rad qilishni ravo ko'rmadi. U darhol bir jallod avatib, Yahyo payg'ambarning qallisini elib kelishni buyurdi. Jallod zindonga berib, Yahyo payg'ambarning qallisini elib, uni bir taxsiga qo'yib, qizning oldiga elib keldi. Qiz uni onasiga topshirdi. Buningdan xabar topgan Yahyo payg'ambarning shogirdlari kelib, jasadni elib berib yerlikka qo'ydi. Yezi qishloqlarga avatilgan elchilar qaytib kelib, Hazreti Aysoning oldiga yig'ildi va qilgan ishlari ham bergan ta'limlarini uningga ma'lum qilishdi. Kelib ketayotganlar nihoyat ko'p bo'lganlikdan Hazreti Ayso va shogirdlarga g'izollanishga vaqt chiqmadi. Shunga Hazreti Ayso ularga "Yuringlar, men bilan xilvat bir joyga berib, bir dam orom elinglar", dedi. Buning bilan ular kemiga tushib, xilvat bir yerga qarab yo'l oldi. Biroq ularning ketayotganligini ko'rgan bir muncha kishilar ularni tanib olgan edi. Xaloyiq atrofdagi butun yezlardan bas-bas bilan piyoda yo'lga chiqib, ulardan burun u yerga yetib berishdi. Hazreti Ayso kemidan tushib, nurg'un xaloyiqni ko'rdi. Qo'ychisiz qo'y podsiga o'xshaydigan bu insonlarga ich og'ritdi va ularga ko'p narsalarni o'rgatishga boshladi. Vaqt bir yerga berib qolgan edi. Shogirdlari Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Bu xilvat bir joy ekan, kashkirib ketdi. Xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, ular atrofdagi yezi qishloqlarga berib, o'ziga yeydigan bir narsa setib olsin", dedi. Lekin Hazreti Ayso, "Ularga o'zinglar tamoq beringlar", dedi. Shogirdlar Hazreti Aysodan "Yarim yillik kirimni xajlab, ularga non akilib ulashtirib beramdiq", deb so'radi. "Qancha neninglar bor? Qarab beqinglar", dedi Hazreti Ayso ularga. Ular tekshirib kelgandan keyin, "Bizda 5 non bilan 2 beliq bor ekan", deyishdi. Hazreti Ayso ularga xaloyiqni top-top qilib, yeshil chimliqda o'toq o'sishni buyurdi. Xaloyiq 100 dan 50 dan bo'lib o'tirishdi. Hazreti Ayso 5 non bilan 2 beliqni qo'liga ilib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shitib, ko'pchilikka taqdi berish uchun shogirdlarga berdi. 2 beliqni shundoq qildi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar yeshib qolgan non va beliq parchalarini liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tamoq yegan erlarning sonila 5000 edi. Buning kaynidilla Hazreti Ayso shogirdlarining kemiga o'tirib, o'zini avval ko'lning u qetidagi Betsaida yesiga o'tishni buyurdi. Bu orada o'zi xaloyiqni taqib etdi. Ularni uzatgandan keyin duo tilovat qilish uchun taqqa chiqdi. Kashqurun kema ko'lning o'tirisiga borgan edi. Quruqlikda o'zi yolg'iz qolgan Hazreti Ayso shogirdlarining paloqni nihoyat tasdi urayotganligini ko'rdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda Hazreti Ayso ko'lning ustida mengib shogirdi tarafga keldi va ularning yendi o'tib ketmoqchi bo'ldi. Shogirdlar Hazreti Aysoning ko'lning ustida mengib kelayotganligini ko'rib, uni olvasti deb o'ylab vaqirishib ketdi. Hammaylar uni ko'rib, intayin aloqzodi bo'lishgan edi. Lekin Hazreti Ayso darhol ularga "Xotirjam bo'linglar, bu men, qo'rqmanglar", dedi. Hazreti Ayso kemiga chiqib ularga qo'shilganda shamol to'xtadi. Shogirdlar buningdan intayin hayron qolishdi. Chunki ular non to'g'risidagi mo'jizani texcha tushunmagan edi. Ularning aqli bo'lsa bexudlashib ketgan edi. Hazreti Ayso bilan shogirdlari ko'lning qarshi qetig'i berishida Ginasor degan yerda quruqlikka chiqib, kemini bog'ildi.
Ular kemidin tushishi bilanla xalq Hazreti Aysoni tonib oldi. Ular yurishib yurib, bu xabarni atrofdagi joylarga yetkazdi. Hazreti Ayso qayerda bo'lsa, kishilar bemorlarni zambilga selib, shu yerga elib berishdi. Hazreti Ayso mayli yeza, mayli shahar yoki qishloqqa bo'lsin, xaloyiq bemorlarni asosli ko'chlarga elib chiqib, yotqizib, Hazreti Aysodan bemorlarning hech bo'lmaganda uning tonining peshiga bo'lsa-mu qo'lini tekkizib olishiga ruxsat qilishini so'rab yolvuratdi. Uningga qo'lini tekkizganlarning hammasi saqaydi.